Men Asqarov Farhod Alisherovich, shu UBS universiteti yoshlar masalalari, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor hisoblanaman. O'zim pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, professorman. Aynan bu UBS universitetiga ish boshlaganimga juda ham ko'p bo'lmadi. Agar aytish kerak bo'lsa 6 oy deb hisoblasak bo'ladi. Sentyabrdan ish boshlaganmiz. Mana shu qisqa vaqt ichida universitetning to'g'risiga juda ko'p jihatlari menga dastavval yoqdi. Birinchi o'rinda talabalarning o'ziga xos darslarga, o'ziga xos bilim olishga, o'ziga xos bir to'garaklarni faol bo'lishga bo'lgan qiziqishlari meni e'tiborimni qaratdi va o'z ish faoliyatimda hozirgi kunga qadar juda ko'p loyihalarni amalga oshirdik talabalar bilan birgalikda. Hozirgi kunda o'sha sport klublariga a'zoligi, ya'ni o'sha sport turlari bilan shug'ullanuvchi talabalar, natijalarga erishgan sportchilarni biz qamrab oldik. Sport klubini tashkil qilish bizga o'sha ehtiyoji sezildi. Aynan biz bugungi kunda hozir o'sha yana rejalarni qo'yganmiz, mukammal darajada shakllantirish, stol tennisi, shaxmat va shashka sport turlari, sport turiga alohida urg'u berish, ya'ni badiiy gimnastika sport turiga alohida urg'u berish niyatida ish boshlaganmiz. Xudo xolasa buning natijasi tez oralarda o'zi samarasini beradi degan niyatdaman. Bu yerga men o'sha kelganimdan keyin aynan ma'naviy ma'rifiy sohada ish olib borishimdan tashqari aynan o'zimni mana shu o'quv sohalarida, ilmiy uslubiy sohalarda ham o'zimni mana shu ishlarimni ko'rsatib kelyapman. Aynan mana shu qarshingizda turgan shu suzish va uni o'qitish metodikasi darsligini aynan o'zimni doktorant shogirdlarim bilan birgalikda mualliflikda chiqarganligimiz, qolaversa jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalar uchun aynan bu darslikda chiqarganligimiz, qolaversa refleksiya yondashuv asosida yuqori sinf o'quvchilarida jismoniy madaniyatni shakllantirish monografiyasini chop etganligim, hammasini ortida baribir mablag' yotadi. Buni universitetimizda hozirgi kunda shunaqa tizim borki, har bitta professor o'qituvchini ijodini juda ham ijobiy baholashadi. Qolaversa mana shunday o'quv qo'llanmalar, darsliklar, monografiyalar, qolaversa uslubiy qo'llanma va ko'rsatmalarning muallifligi ostida chiqqan barcha shu yuqorida aytib o'tilgan darsliklarni universitet tomonidan qoplab berilishi va uning talabalarga yetib borish uchun kutubxonalarga aynan shu joylashi uchun barcha mablag'larni qoplab berilayotganligi ham bu tahsinga sazovor. Buni aytib o'tmasa bo'lmaydi.